Assalomu alaykum simalarim, dasturxon ko'rki bo'ladigan, mazasi esa yodingizda qoladigan rulet retsepti bilan bo'lishaman. Shpinatni maydalab olamiz. Tuz, 3 ta tuxum sarig'ini solib yaxshilab blenderlab olamiz. Aralashma ustiga unni solib bir xil massa bo'lgunicha venchiklab olamiz. 3 ta tuxum sarig'ini ishlatdik, oqini esa yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Shpinatli massamizni solib lopatkada ko'tarib aralashtiramiz. Pergament jilib ketmasligi uchun tegini namlab olinglar. Massani solib tekislab duxovkada pishirib olamiz. Juda ham tez pishib tayyor bo'ladi. Shpinatli biskvit so'vigandan keyin tvorojniy sirni yupqa qilib surib olamiz. To'xtanyoz otani yupqa qilib kesilgan kopchoniy tovuq go'shtidan foydalandim. Krem ustidan bir qator qilib terib, rulet shaklida o'rab olamiz. Ruletni yaxshilab strichlab 1-2 soatga muzxonaga qo'yib olamiz. Mazali ruletimiz tayyor bo'ldi. Nonushta uchun ham, mehmondorchilik uchun ham ayni bob bo'ladi. O'zgacha ko'rinishdagi rulet retsepti yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Assalomu alaykum simalarim. Men yeb ko'rgan baqlajonli salatlar ichida eng mazalisi nomer 1 retsepti bilan bo'lishaman. Buni aniq ayta olaman. Sizga ham albatta yoqadi. Pastroq olovda 6-7 daqiqa qovurib olamiz. Ichlari xil-xil bo'lib pishgan baqlajonli salatimiz tayyor. Milter mayonezlari bilan yanada yoqimliroq bo'ladi. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Assalomu alaykum simalarim. O'shanga nima taom tayyorlasam ekan deb boshingiz qotayotgan bo'lsa, albatta ushbu taomni tayyorlab ko'ring. Kartoshkani to'g'rab 3 daqiqa qaynatib olamiz. So'q grutkasini o'rtasidan yupqa qilib kesib olamiz. Tuz, murch, paprika, chesnok, kashnoch, o'simlik yog'i, soya bilan yaxshilab marinovka qilib olamiz. Marinovkani 2-3 soat qoldirishga ham hojat yo'q. Aralashtirib bo'lgach pishirib yuborishingiz mumkin. Marinovkasi o'zida saqlanib qolishi uchun ikkala tarafini yaxshilab unga belab olamiz. Keyin esa tuxumga. Tuxumdan keyin baton talqoniga yaxshilab ikkala tarafini belab olamiz. Tovani olovga qo'yib, o'simlik yog'idan solamiz. Yog' biroz qizigach, ikkala tarafini qizartirib qovurib olamiz. Qovurilgan tovuq bo'laklarini gaz listiga pergament solib ustiga qo'yamiz. 3 daqiqa davomida qaynab olgan kartoshkamizni yaxshilab ziravorlab, oregano, tuz, paprika, o'simlik yog'i aralashtirib olamiz. Pomidor hamda sariyog' bo'laklarini joylab yarim soatga duxovkaga pishirish uchun yuboramiz. Taomimiz tanho sirli souslar bilan yanada mazaliroq. Nodirangizni duo qilishni unutmang. 1 soat ham vaqtingiz ketmaydigan, bittada o'xshab chiqadigan, ta'mi esa yodingizda qoladigan 4 retsepti bilan bo'lishaman. Zamon rivojlanib bormoqda. Tayyor suyultirilgan tuxumdan foydalandim. Idishga tuxum hamda shakarni solib mikser qilib olamiz. Qancha ko'p mikser qilinsa, shunchalik yaxshi bo'ladi. Un hamda razrexletilni elakdan o'tkazib, lopatka yordamida ko'tarib aralashtiramiz. Qolipga pergament qog'ozini qo'yib, massamizni solib tekizlab pishirib olamiz. Biskvit 10 daqiqada pishib chiqadi. Krem uchun qaymoq, shakar upasi, tvorojniy, so'vigan mayin biskvitga kremni tekizlab olamiz. Xohishga ko'ra marinlardan solib, teng uchga bo'lib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib ketma-ketlikda o'chala qavatini ham rulet qilib o'rab olamiz. Tort qilish uchun qolip kerak, uni tekislashni o'rganish kerak deb bosh qotirishga hojat yo'q. Ozroq krem olib qo'ygandim. Ustiga chiroyli qilib siqib chiqazamiz. 1 soat ham vaqt ketmagan mazali tortimiz tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Har qanday taomni yuqori did bilan dasturxonga torting. Mayda qirg'ichdan o'tkazilgan oddiy yong'oq ham salatimizga ko'rk hamda maza beradi. Pishiqchilik davri ayni yoz mavsumida hammaga birdek yoqadigan salat retsepti bilan bo'lishaman. Yarim oysimon to'g'ralgan baqlajonni qovurib, to'g'ralgan pomidor bodring ustidan solamiz. Salatlarda go'sht tez pishishini xohlasanglar, bonfiledan foydalaning. Har qanday salat mazali bo'lishi uchun ziravorlarni yog'da qovurishni unutmang. Soya, tuz solamiz. Go'sht 2-3 daqiqada pishib tayyor bo'ladi. O'z nomi bilan issiq salatimizga rangli bolgarskilar solamiz. 2-3 daqiqa qovurgach, baqlajon ustidan solamiz. Tabga ko'ra tuz va ko'katlardan solamiz. Men ko'k piyozdan foydalandim. Yaxshilab aralashtirib, idishga solamiz. Baqlajonli issiq salatimiz yanada mazali bo'lishi uchun yog'ligina tvorojniy sirdan solamiz. Men labneni tvorojniy siridan foydalandim. Mavsumiy issiq salat tayyor. Salat retsepti yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Biz vodiyliklar mehmon kelganda tansiq taom sifatida dimlama yoki bostirma taomini tayyorlaymiz. Tezda bostirmani qozonga bosib mehmon bilan gurunglashib o'tiramiz. Udam bo'ylarida vodiycha bostirma dimlama taomi retsepti. Olovni yoqib qozonga dumba, go'sht,
piyoz, sabzi, jo'xori, karam, tuz, zira, chesnok, pomidorlarni butunicha solamiz. Taom bosilgandan keyin umuman ochmasdan tayyorlanadi. Tagga olmasligi uchun tanho tomat pastasiga suvni solib aralashtirib ustidan tuz hamda ziravorlardan solamiz. Lagan bilan ustini yopamiz. Bekorga bostirma taomi deb aytilmaydi. Og'irroq narsa bilan lagan ustini bosib qo'yamiz. O'rtacha olovda 40-50 daqiqa davomida dimlab olamiz. Mazali vodiycha dimlama bostirma taomi tayyor bo'ldi. Dimlama taomi umuman kovlanmaganligi sababli hamma mahsulotlari buz-butunligicha qoladi. Mazali, hamma vitaminlari o'zida qolgan vodiycha dimlama taomi tayyor. Retsep yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Assalomu alaykum muslimalarim. Takrorlanmas ta'mga to'yingan dasturxonni shohona bezakga aylana oladigan shirinlik retsepti bilan bo'lishaman. Har safar merenga tayyorlaganimda tuxum sarig'i uvol bo'lardi. Yangilikni ko'rdinglarmi? 250 gram tuxum oqi, 400 gram shakar solingan idishni qaynagan suv ustiga qo'yib, shakar eriguncha aralashtiramiz. Bu albatta yangilik hamda rivojlanish. Ushbu qadoqlangan tuxum oqi sovutgichda 90 kungacha aynamasdan turadi. Yuqori rivojlangan texnologiyada ishlab chiqarilgan. Bizi qotgunicha mikser qilib, listga joylaymiz. Tekslab, chiroyli bo'lishi uchun uzorlar tushirib olamiz. 130-140 gradusda 40-50 daqiqa davomida pishirib olamiz. Old tarafini ag'darib, orqasidagi pergament qog'ozini ko'chiramiz. Krem uchun qaymoq, shakar upasi, tvorojniy sir mikserlab, malina jemidan solamiz. Krem tayyor, sovigan bezak ustidan suramiz. Bir qator qilib qulupnoyni joylab, rulet ko'rinishida o'rab olamiz. Ustiga bezak berib, 2 soat muzlatgichda qotirib, pinoy qo'yib dasturxonga tortamiz. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Assalomu alaykum muslimalarim. Sushi barga borganda yeb mazasi og'zimda qolgan shirinlik retsepti bilan bo'lishaman. Ishni ideal chiqadigan birinchi retseptimni ko'rsatishdan boshlayman. Sut, tuxum, shakar, un, ichimlik sodasi, o'simlik yog'ini solib aralashtirib olamiz. Qizigan tovada birinchiklarimizni chiroyli qilib ikkala tarafini pishirib olamiz. Ideal chiqadigan birinchi retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling. Mazasi hammaga birdek yoqadigan morojniy krem tayyorlab olamiz. Qaymoq hamda zgushoniy moloko. Krem holiga kelgunicha yaxshilab mikser qilib olamiz. Shunaqa qattiqqina bo'ladi. So'ygan birinchiklarimizni olib, bir qavatdan qilib qo'yamiz. Ayamasdan morojniy kremdan solamiz. O'zingizlar yoqtirgan mevadan foydalansanglar bo'ladi. Men banan hamda qulupnoylarni terib oldim. Sushi uchun mo'ljallangan kovrikda o'rab, 4 burchak shaklini berib oldim. Yarim soatga muzlatgichga yubordim. Kremlari biroz qotgan shirinligimiz osongina kesiladi. Yozning issiq kunlarida morojniy yegandek rohatni beradi. Noodatiy, mazali ta'mga ega bo'lgan shirinligimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, har doimgidek Nodirangizni duo qilishni unutmang. Assalomu alaykum muslimalarim. Ushbu retsept tunda olingan bo'lishiga qaramasdan tayyor bo'lishi bilan oshqozonga ketdi. Bolalarim bilan o'zimiz talashib yeb qo'ydik. Apara tayyorlab olamiz. Apara oshgach o'simlik yog'i, un solib xamir qoramiz. Apara chiroyli ko'tarilishi uchun sut qaynoq ham muzlagan bo'lmasligi kerak. Oshgan xamirimizdan zuvalalarni yasab yoyib olamiz. Gamburger uchun sir, nonushta uchun mo'ljallangan kolbasa, sochli bo'lishi uchun pomidor, sho'r bodringdan qo'yamiz. Ko'rsatilgandek qilib chetlarini bukib olamiz. Listga pergament solib joylab, bitta tuxum sarig'iga 1 qoshiq sut solib ustidan suramiz. Tabga ko'ra kunjut sepib pishirish uchun yuboramiz. Agar tegini yaxshilab buksanglar, sirlari oqib chiqib ketmaydi. Pishib chiqqan yumshoqqina gamburgerlarimizni o'rtasidan bo'lib, ketchup, mayonezlardan solamiz. Mazali burger tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Taomga ortiqcha izoh berishga hojat yo'q. Ko'rinishdan-da ta'mi a'lo. Idishga suv, sut, tuxum, tuz solib aralashtirib, un solamiz. Bir xil massa hosili bo'lgach, o'simlik yog'i solib aralashtiramiz. Suyuqqina xamir tungunicha zirvagini tayyorlab olamiz. Piyoz, rangli bolgarskiy yaxshilab qovuramiz. Mazali bo'lish uchun tomat pastasidan solamiz. Tanho pastasidan solsanglar, shakar solishga hojat yo'q. Chunki umuman nordon bo'lmaydi. Tuz solib chiroyli qilib qovurgach, suv solamiz. 10-15 daqiqaga qopqog'ini yopamiz. Suyuqqina xamirlarimizni yog'siz tovada pishirishni boshlaymiz. Iloji boricha pastroq olovda pishirishga harakat qiling. Bunday chapatini o'zini yesa ham juda ham mazali bo'ladi. Xamirlar pishguncha qiymamiz ham tayyor bo'ldi. To'g'ralgan ko'katlardan solamiz. Xamir ustiga qiyma, eriydigan sir solib, ketma-ketlikda taxlab chiqamiz. Eng ustki qavat
Osatiga ham qiymalardan solib, ayamasdan sirdan solamiz. 180 gradusda 10 daqiqa davomida duxovkada ushlab olamiz. Taomga mazani go'sht beradi deb o'ylasangiz, adashasiz. Go'shtsiz, lekin mazali taom retsepti. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Assalomu alaykum muslimalarim. Ba'zan desertga nima yesam ekan deb boshimiz qotadi. Kamgina masalliq ketadigan, tez tayyor bo'ladigan shirinlik retsepti bilan bo'lishaman. Xona haroratida eritilgan sariyoni idishga solamiz. Menda har doimgidek Milter brendidan shakar, tuxumni solib, lopatka yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Un va razriqli sil solib, xamir qoramiz. Jarayonni kuzatib turing. Juda ham kam masalliq ketadi va tez tayyor bo'ladi. Mazasi esa og'zingizda qoladi. Xamirni tindirish ham shart emas. Zuvalachalarni uzib, dumaloq holatga keltiramiz. Uyingizda bor uskuna yordamida o'rtasiga is tushirib olamiz. Shundoqligicha pishirishga qo'ysa ham bo'ladi. Xohlasanglar chetiga tuxum oqini surtib, madalangan yer yong'oqqa belab olamiz. 180 gradusga pishirish uchun yuboramiz. Shirinligimiz 15 daqiqada pishib chiqadi. Pishib, biroz sovigach pechenkalarimizni chuqurchalarini Milter varyonni molokosi bilan to'ldirib chiqamiz. Choy bilan ichadigan shunaqa mazali shirinlik bo'ladi. Osongina retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Bunaqa mazali, chiroyli nonushta dasturxon kelsa bormi? Hamma talashib, tortishib yeyishi aniq. Retseptda ko'rsatilgan masalliqlarni to'g'rab olamiz. Idishga tuxumni chaqib, tuz solib, sut solib aralashtirib olamiz. Tuxumli aralashmamizga toster nonni yaxshilab ikkala tarafini botirib olamiz. Qator qilib diskga teramiz. Kolbasa, pomidor, sir solamiz. Kolbasadan foydalanganda halolligiga e'tiborli bo'ling. Men To'xtaniyoz otaning kolbasasidan foydalandim. Tuxumga belangan toster nonni ustiga qo'yib, chetlarini bosib, yanada mazali, chiroyli bo'lish uchun sir bo'laklaridan qo'yamiz. 15 daqiqaga duxovka pechiga yuboramiz. Ertalabki nonushta yog'li bo'lsa ko'ngilga tegishi aniq. Qaynoqqina, to'yimli, mazali nonushtamiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Assalomu alaykum muslimalarim. Yog'sizgina, ko'ngilga tegmaydigan pirojkini birgalikda tayyorlaymiz. Idishga iligan sut, tuz, shakar, droja, tuxum sarig'ini solib aralashtirib olamiz. Milterdan yangilik. Qaymoni kuydirganda olinadigan sariyodek mazali tablonkasidan solamiz. Un solib xamir qoramiz, xamirimizni tindirish uchun sovutgichga yuboramiz. Qiymaga ziravor piyozni solib aralashtiramiz. Sovutgichda tingan xamirimizni olib, zuvalachalarga bo'lib olamiz. Orasi shunaqa g'oviy bo'ladi. Zuvalachamizni yupqa qilib yoyib, o'rtasidan kesamiz. Qiyma, ko'kat, qaynatilgan kartoshka pyuresidan solamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab olamiz. Pirojki chetlarini barmog'imiz bilan shunaqa yopishtirib olamiz. Shunaqa mazali pirojki bo'ladi. Somsa ko'rinishga keltirgandan keyin ustiga tuxum sarig'ini surib, chetiga sedanadan bezak berib, duxovkaga pishirish uchun yuboramiz. Mazali qip-qizilgina pirojkilarimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum muslimalarim. 20 daqiqada shunaqa mazali pechenkalarni tayyorlash mumkinligini bilasizmi? Tayyorlanishi osongina, oddiygina bo'lgan shokoladli pechenkalarni birgalikda tayyorlaymiz. Idishga un, shakar upasi, ya'ni saxarning pudra, razriqli sil kakaoni solib aralashtirib olamiz. Aralashgan massamiz ustiga bitta tuxumni solamiz va eritilgan margarinni solib xamir qoramiz. Xamirimiz shunaqa uziladigan mo'rt holatda bo'ladi. Xamirimizdan dumaloq qilib zuvalachalarni yasab olamiz. Ko'ptokchalarimizni listga terib olamiz. Молочный shokoladimizni eritib, ustidan quyib chiqamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek quying. 170 gradusda 15 daqiqada pishirib olamiz. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Asl uyg'urcha lag'mon ta'mini bilishni xohlasanglar, ushbu retseptni tayyorlab ko'ring. Tovaga o'simlik yog'i solib, parrak to'g'ralgan go'shtimizni qovurib olamiz. Chesnokni maydalab solib 1-2 aylantirgach, soya quyib dimlab qo'yamiz. Rangli bolgarskiy, oq turib, basay karam, piyoz, pomidor, seldir shoxchalarini to'g'rab olamiz. Lag'mon uchun suvga tuz, un solib qattiqqina xamir qoramiz. Yaxshilab tingan xamirdan lag'monlarni osongina cho'zib olamiz. Go'shtimiz ham pishib qoldi. To'g'ralgan piyozni solib aralashtiramiz. Tomat pastasi, basay karam oq turibni solib qovurib, pomidor hamda bolgarskiyni solib qovuramiz. Lag'mon ta'mi albatta to'g'ri tanlangan ziravorda. Eltizi brendining lag'mon uchun ziravoridan solamiz. Seldir shoxchalari hamda tuz solib, xamir qaynagan suvimizdan quyamiz. Seldir barglaridan solib 5 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Lozijonsiz lag'mon lag'monmi? Bir cho'mich o'simlik yog'ini biroz qizdirib, lozijon ziravorini solib aralashtiramiz. Qorni ochlar, meni kechiringlar. Hidi butun xonani tutib ketdi. Haqiqiy uyg'urcha lag'mon tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Ko'chada akroshkani maza qilib ichamiz-u, uyda tayyorlasak ko'chadagi ta'mni hech ham topa olmaymiz. Chunki uyda qatiqni o'ziga qilamiz xolos. Hozir men sizlarga ko'chadagi mazali akroshkani hamma sir asrorlari bilan o'rgatmoqchiman. Bodring, qaynatilgan tuxum, ukropni to'g'rab olamiz. Qaynatilgan go'sht o'rniga dudlangan go'shtdan foydalansanglar yanada mazaliroq bo'ladi. Chunki go'sht qaynaganda mazasi suvga chiqib ketadi. Hamma to'g'ralgan mahsulotlarni idishga solib, tuz, qaymoq, qatiq solamiz. Akroshkani suyuqroq iste'mol qilaman desanglar, suvni ko'proq quysanglar ham bo'ladi. Bir tayyorlab ichib ko'ringlar. Bunaqa mazali akroshkani ichmaganman deb orasizlar. Issiq kunga mos taomimiz tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang.